har bir millatning tarixida, zamon taraqqiyotida el yurti uchun kuyungan, ilm va ma'rifat yo'lida fidoyilik ko'rsatgan, jasorat va matonati bilan yurtdoshlariga ibrat bo'lgan qahramonlari bo'ladi. Ular o'z hayotini xalqqa bag'ishlab, ota-bobolar merosini asrab-avaylash, yangi avlod uchun nurli yo'l ochib bergan shaxslardir. Davr qahramonlari ko'rsatuvi orqali biz ana shunday yuksak insonlarning hayoti va faoliyatini yoritib boramiz. Ularning yurtimiz ravnaqi yo'lida qilayotgan mehnati, millat manfaatini o'ylab qo'ygan qadamlari va kelajak uchun qoldirayotgan merosi hech qachon yo'qolmaydi. Chunki haqiqiy qahramonlar nafaqat o'z zamonasi, balki kelajak avlod taqdirini ham o'ylaydi. Bugungi dastur orqali siz ham ana shunday qahramonlardan yana biri bilan tanishasiz. Ularning hayot yo'lidan kuch va ilhom olasiz. Chunki qahramonlar haqida so'z yuritish bu tarixdan ibrat, bugundan g'urur va ertangi kunga ishonch demakdir. Dasturimizda qahramon izlash davomida bizga yaxshi bir taklif kelib tushdi. Oilasi bilan qariyb 70 yildan buyon umrguzaronlik qilib kelayotgan 91 yoshda bo'lsa ham Buxoro tarixini ziyoratchilarga, sayyohlarga hikoya qilib berishda charchamayotgan inson faoliyatini yoritish taklifi. 90 yoshga kirib shaxdam odim tashlayotgan onaxon so'zlariga quloq tuting va havas qiling. Judayam hayotimiz yaxshi. O'rtog'im bilan juda bir-birimizni hurmat qilamiz. O'rtog'im o'qituvchi, men ham o'qituvchi. Bo'larimiz bor, nabira, abira, chabiralarimiz bor. Judayam yaxshi hayotimiz. Xudoga ming qatla shukr qilaman. Doim o'rtog'ingizni hurmat qilishingiz kerak. U kishi ham sizni hurmat qiladilar. Bir so'zlarga albatta o'sha so'zni qaytarmang. Aytgan so'zlarni bajarish kerak. O'rtog'ingiz nima desin, o'sha birinchi o'rinda bo'ladi. Hurmat qilsangiz, hurmat ko'rasiz. Davr qahramonlarini doim ko'rib ketaman. Men ham istar edimki, o'rtog'im davr qahramonlari bilan birgalikka bo'lishsinlar. Demak, ko'rsatuvimizning bugungi qahramoni Baxshullo Rustamov. Buxoro shahrining Ro'g'angaron guzarida tavallud topgan, yurtimizning ma'naviyatli farzandi. 91 yoshda. Umrini ta'lim va madaniyatga bag'ishlagan ziyoli inson. Abdurauf Fitrat nomidagi mahallada istiqomat qiladi. Ustoz o'z faoliyatini o'qituvchilikdan boshlab, ko'p yillar davomida yosh avlodga tarix fanidan bilim va tarbiya berishda xizmat qilgan. Ayni paytda ham u gid tarjimon sifatida faoliyat ko'rsatadi. Yoshlar orasida kitobga, san'atga va madaniy hayotga qiziqish uyg'otishda faol bo'lgan. Uzoq yillik mehnati va tarjimonlik faoliyati orqali Baxshullo aka nafaqat mahallada, balki butun shaharda hurmat qozongan. Hozirda u kishi Buxoro shahrining Ro'g'angaron ko'chasida istiqomat qiladi. Ilk bolalik xotiralaringiz qaysi yillar bilan bog'liq? Shaharning o'sha davrdagi hayoti haqida gapirib bering. Buxoro sharifda to'lib, dunyoga kelib, o'sib, ulg'ayib, voyaga yetishimda volidayim mehribonim, dadajonim, hazil savodli kishilar katta menga yordam berganlar. Ayniqsa maktabga kelib o'qiganimdan keyin tarixga havasim katta bo'ldi, adabiyot tarixga. Shu bilan bilimim oshib bordi, shahrimga nisbatan mehr muhabbatim yana oshdi. Tarixiy kitoblarni yoshligimdan boshlab varaqlab yozib olganman. Bu sohada volidayim mehribonim xatu savodli bo'lganliklari uchun menga uyda doimiy konsultantim edilar. Demak, o'sha davrdan kitob bilan do'stligingiz ham oshdi. Kitobga havas qo'ydim. Ayniqsa badiiy kitoblarni, tarixiy kitoblarni yoshlikdan boshlab o'qiydigan bo'lib oldim. Buni o'qituvchilar ham sezdilarmi? 8-10 sinfga o'tgandan keyin maktabda tarixiy kechalar Rustamov boshqaradi. Xayrlashuv kechasi Rustamov gapiradi. Adabiyot, tarix o'qituvchilarimdan o'lgunimcha minnatdorman. Nega aynan o'qituvchilik va madaniyat sohasini tanlagansiz? Meni dunyoqarashimni, talantimni oshirishga maktab, uyda ota-onam, maktabda o'qituvchilarim yordam berdilar. Va tarixni yaxshi o'qiganim uchun o'qituvchimning maslahati bilan
Buxoro pedagogika institutining tarix fakultetini tamomladim. Shu yildan bordim, parallel ham o'qituvchilik qildim, ham gidlik qilaman hozirgacha. Qaysi fanni ko'proq yaxshi ko'rgansiz va o'sha avlod shogirdlaringizni hozirgi paytda ham eslaysizmi? Albatta, albatta. Hozir maktabda o'qib yurgan paytlarimda adabiyot, tarixga juda havasim katta edi. Qancha 50 yil davomida shogirdlarni tarbiyalab voyaga yetkazdim. Eng mashhur o'quvchim Zarduz Jumayev Baxshillajon. U kishini ko'rsam qaddi-qomatim ko'tariladiki, xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi Baxshillo hunari bilan. Bunaqa o'quvchilarim shaharda juda ko'p. O'qituvchi, vrach, ustoz, hunarmandlar. Endi o'sha davrda yoshlarni qiziqishini qay darajada shakllantirgan? Katta bo'lgan ekan, katta nazarimda. Mening nazarimda fanlarga nisbatan, o'qituvchiga nisbatan hurmatlari, maktabga nisbatan mehrlari juda baland bo'lganga o'xshaydi. Gid tarjimonlik ham qilar ekansiz. Asosan qaysi yo'nalishda gidlik qilasiz? 4 yil yo'llanma bilan rayonda ishladim. Keyin uyli joyli bo'lganimdan keyin birozgina qiyinchiliklar bo'ldi-yu, shaharga ko'chishga menga ustozlarim, o'qituvchilarim yordam berdilar. Birinchi faoliyatimni shahardagi 7-son maktabda boshladim. Undan keyin Oxun Boboyev nomli 6-maktabda davom ettirdim. 50 yildan keyin nafaqaga chiqdim. 1972-yildan boshlab ekskursavodlik kursini tamomlab, hozir ham vaqtimni topib, katta zavqim, havasim bilan shahrimizning, ona yurtimni tarixiy obidalarini mehmonlarga aytib kelaman. Ular menga rahmat deydi. Mana hozir biz Somoniylar maqbarasida turibmiz. Shuni bir ta'riflab bering. Ana bu maqbarada Ismoil Somoniy, Ahmad Somoniy, yana bir Somoniylarning 3-vakilkali dafn qilingan. Bino matematika tarzida qurilgan. Juda ustoz hunarmand Chercheniyani matematika qoida-qonunlarini bilib, hayotga, qurilishga tatbiq eta bilibdi. Bir shularning tepa qismi gumbaz, sfera. 4 tomonida ustunlar, silindr shaklida 4 ta darvozaxonasi bor. Fundamentida avval mokraya glina deydi ruslar. Yaxshi ariq tagidan olingan loydan, gildan, sahrolarda o'sadigan saksovul, sho'ra yantoqlardan tayyorlangan ashyoni aralashtirib g'isht pishirgan. U mustahkam bo'lar ekan. Olam dunyo Allohning 4 unsuridan paydo bo'lgan. Havo, suv, tuproq, nur. Bu ham 4 raqami bunga mujassam. Bu abadiylik nishonasi. 4 tomoni bor. Yarim sfera bu abadiylik nishonasi. Fundamenti mustahkam ketgan. Qarib 5-6 metr. Bag'ishlar 18 xilda terib chiqilgan. Bir diqqat qiling. Matematika bu. Parallel, diagonal, vertikal, davra shaklida ishlar terib chiqilgan. Somoniylar zamonida fan, madaniyat, san'at gurkurab o'sibdi. Bu davrlarning buyuk olimi shoirlari Abu Ali ibn Sino, tojik adabiyotining asoschisi Abu Abdulloh Ro'ydaki, Firdavsi, Muso Xorazmiylar shu davrda istiqomat qilganlar. Buxoro obro' e'tibor martasini dunyoga yoyishga xizmat qilibdilar. Haligacha bu obro' e'tibor martaba bor. Hozirgi yoshlarga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Hozirgi yoshlar barcha fanlarni chuqur o'rgansinlar. Avvalo ota-onani izidan chiqmasinlar. Uyda dono, zukko, bilimli bibijon, bobojonlar bor. Ularga quloq solsinlar. Ertalabdan kechgacha maktabda o'qituvchidan, ustozdan hurmat qilib, u jismoniy tarbiya bo'ladimi? U matematika bo'ladimi? Hammasini bir nazarda tutib, bilimlarini oshirsinlar. O'z ustlaridan ishlasinlar.
matbuotdan xabardor bo'lsinlar, san'atdan xabardor bo'lsinlar. Chunki kelajakda O'zbekistonimiz uchun yoshlar asosiy rol o'ynaydi. 60% O'zbekiston aholisini yoshlar tashkil qilar ekan, yoshlardan iltimosimiz, talabimiz shuki, zamonamizga yarasha kattalar izidan borsinlar. Ular bilim, hunar o'rgansinlar va uyiga, xonadoniga, mamlakatiga fidoyi insonlar bo'lsinlar. Madaniyat va ma'naviyat inson hayotida qay darajada ahamiyatli deb o'ylaysiz? Juda ahamiyati katta. Madaniyatlilik. Chunki avlod ajdodimiz ham shuni propaganda qilganlar-ku. Bilimli bo'lgin, hunarli bo'lgin, madaniyatli bo'lgin deb. Hamma tomonlama yetuk bo'lsang, bu dunyoga dar qolmaysan, yo'ling ochiq bo'ladi. Eng asosiysi tarbiya. Tarbiyani qo'ldan boy bermaslik kerak. Siz Buxoro shahrida istiqomat qilasiz, shu yerda tug'ilib o'sgansiz. Asosan mana shu Buxorodagi hozirgi o'zgarishlarni qanday baholaysiz? Buxoromiz mana ko'z oldimda ana shu 91-aziz umrimning daqiqalari o'tib boryapti. Yoshligimni eslasa, hozirgi zamonga nisbatan ancha nazarimda birozgina orqada qolganday tuyuladi. Tor ko'cha, past ko'chalar, transport bo'lmagan men yashagan davrda. Uylar bir etajli, loydan, gildan yasalgan. Hozir turistlarni ham eski shahar, ham yangi shahar ko'chalaridan olib borganda faxrlanaman. Ravon ko'chalar, prospektlar, 8-10 qavatli zamonaviy binolar, chiroyli zamonaviy stadion. Oliy o'quv yurtlarini aytmaysizmi? Birtagina oliy o'quv yurti bo'lgan 1930-yilda. Hozir 13-14 taga yetibdi. Bu meni juda ham xursand qiladi. Ham qariligim esimdan chiqadi. O'zimni shahar, ayniqsa yangi shahar ko'chalaridan piyoda yursam agar, yoshligim yosharib ketganday bo'laman. Buning uchun umrimdan minnatdorman. Inson uchun eng katta boylik nima deb o'ylaysiz? Eng katta boylik menimcha hunar va bilim. Chunki avlod ajdodimiz ham buni nima qilganlar? Kishiga zebu zinnat, hikmat va donishdir. Bu so'zlar doim ko'z oldimda. Buxoromizda juda obro'li, martabali, chuqur biladigan madrasalar bo'lgan. Musulmon mamlakatlaridan Buxoroga ma'lumotlarni oshirish uchun olimu foziru shoirlar kelar ekanlar. Yo o'qishga kelar ekanlar. Chuqur bilim berar ekan madrasalar. Bobo Rahim Mashraf ham 2 yil aziz umrini Buxoro sharifida o'tkazgan ekan. U kishi 60 qatorli g'azal bitgan ekanlar. Shularning bir parchasini o'qib beraman. Buxoromizga bag'ishlangan. Viloyatlar ichida mulki amniyat Buxorodir. Bahori rahmat ichra gavhari qimmat Buxorodir. Sharifu ham latifu afzali mulkat Buxorodir. Charog'i ilmu donish, taqvo, toat, ibodat Buxorodir. Buxoromiz nazarimizda shu paytlarga guvohlik bera turib, yo'qotmaganga o'xshaydi. 14 ta oliy maktab, maktablar, o'rta maktablar. Yaqindagina nabirajonim mana Rometanga yaqin yo'lda ekopark ochilgan ekan. Buni men eshitdim, zavqlandim. Qanday boray deb o'ylab orzu umid etdim. Nabirajonim bir kecha bir kun aytdiki, "Bobojon, dam olasizmi? Mashinam bor. Bibijon, o'tiringlar. Ekoparkka sizlarni olib boraman." Ekoparkni borib ko'rib, xuddi jannatga kirgandek bo'ldim. Endi mana hozir turmush o'rtog'im bilan birga bordik, nevarajonim etdi deb aytib o'tyapsiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan qariyb 70 yildan buyon birga istiqomat qilayotgan ekansizlar. Qo'sha qarishning siri nimada? Onamning izidan chiqmaganman, otamning izidan chiqmaganman. Kelinni onam topganlar. Otam surishtirganlar. Bu qiz kimning avlodidan deb. Keyin menga aytdilar, ana shu darvozada chiroyli bir qiz yashar ekan. Sen ham
uzoqdan ko'rgin barvaqt ishga chiqib ketar ekan, hunarmandlikka qo'ygan ekan oyijonlari, kech uylariga uzoqdan qaragin, gapirma deb men sekin asta uzoqdan hozirgi Nazirajon o'rtog'imni uzoqdan tanishganman. Ota-onalarimiz kelishib, to'y yaqin bo'lgandan keyin onajon bir uchrashay kelin bilan deganimdan keyin ruxsat olamiz deb aytganlar kelin tomonidan. Naziraxonni oyijonlari ruxsat bermagan. Yo'q, bu urf odatimizga to'g'ri kelmaydi deb. Birinchi marta uyimizga qadam qo'ygandan keyin mashinadan tushdilar, ko'tarib urf odatimiz bo'yicha olov atrofiga aylanib, gunohlarni to'ktirib, Bismillahirrohmanirrohim deb uyimizga qadam qo'yganlar. O'sha Bismillahirrohmanirrohim haligacha bor. Bir-birimizni siz tilaymiz. Labbay xo'sh deb munosabatda bo'lamiz. Malikai Turandodim deb aytaman. U kishi meni Mirzojon deb murojaat qiladilar. Bolalarimizga bu gapni o'rgatganmiz. Bu bizning mentalitetimiz. Shunday yashayapmizki, oilamiz tinch, tovushimiz baland chiqmaydi. Kichiklarimizdan kattalarimizga hammamizga sizlab gapirish urf odatga aylangan. Bu oilada mustahkamlikni, hurmat asosida oila barpo bo'lsa, u hech vaqt buzilmas ekan. Mana siz yashaydigan ko'cha ham tarixiy ko'cha ekan, Ro'g'angaron ko'cha. Saripuli Ro'g'angaron. Ota-onamlarning hikoya qilishlaricha, keyin kitoblardan ham varaqladim. Olga Aleksandrovna Sukharevaning 3 ta kitoblari bor. Rempelning tarixiy kitoblari bor. Dalyoki Bliskli. Bizning ko'chamiz tilga olinadi. Saripuli Ro'g'angaron. Yana ikkinchi jihati Buxoro amiri avlodidan bo'lgan 2 nafar ishlaydigan kishilar hovlilari joylashgan ekan. Naimi bankir Naim bir tavli, ikkinchidan To'rajoni Chorjoyidan kelib amirni saroyiga dasturxon yozadigan kishi ekan. Ana shu ko'chalarda, shu mahallada yoshligim o'tdi. Hamma hamsoyalarimiz, qo'shnilarimiz, keksalarni bilaman, hunarmand, xatu savodli, obro' e'tiborli kishilar edilar. Ularning ta'siri menga o'tdi deyman. Men ham ana shunday yoshga kirib, shahrimni, o'sha ko'chani tug'ilgan joyim deb bilaman. Shukr qilishlar. Havomiz toza, hamma joy ko'm-ko'k, tinchlik, farovonlik. Farzandlarimiz o'qiyapti, tarbiya olyapti. Bu insonning katta baxti hisoblanadi. Ana shunga shukronalik qilib, kenja Abirajonimga Shukriyajon deb nom qo'ydik. O'sin, ulg'aysin, bizning izimizdan borsin deb. Endi har bir inson davrning qahramoni bo'la oladi. Har bir inson, uni qalbida qanaqadir bir ezguliklari, yashashga bo'lgan bir faxrlanishlari, uni o'sha davr qahramoni degan so'zni oqlashga imkoniyati bo'ladi. Bu borada sizning fikringiz qanday? Davr qahramoni aslida qanday bo'lishi kerak? Men bu savolingizga Umar Xayyomdan bir bayt aytaman, o'zbekcha o'qiyman, keyin bog'laymiz. Keksa yosh hayotga har kimga yetar. Hammasi izma-iz, birma-bir o'tar. Bu dunyo hech kimga qolmasdir abadiy. Ketdilar, ketamiz, kelishar ketar. Umr qisqa ekan. Shu aziz umrning har bir daqiqasini g'animat bilib, ezgu ish, ezgu amal, ezgu bilim, hammasi ezgulikka bog'liq bo'lsin. Nom qolsin sendan. Ezgu inson bo'lgin. Shukronalik qilgin, iz qoldirgin. Men shunday deb aytaman. Hayot shunday o'tsin, kelasi zamon odamlari seni eslasinlar. Davr qahramonlari ko'rsatuvining bugungi qahramoni ibratli hayot yo'li bilan tanishdingiz. Otaxonning biz bilmagan qirralari juda ko'p. Biz uning qisminigina ko'rsata oldik xolos. Sayyohlar ham otaxonning yoshiga-yu faoliyatiga qiziqib har gal savolga tutishar ekan, javob esa aniq. Harakat, yaxshi muomala, to'g'ri ovqatlanish. Ana shu 3 taomilga amal qilsangiz, hayotdan zavqlanib yashasangiz, albatta chiroyli umr sizni kutadi deya javob beradi u.
davr qahramonlari ko'rsatuvini kuzatib boring. Biz esa ana shunday insonlar faoliyatini yoritib borishda davom etamiz.